Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugungi mavzuyimiz ya'ni lipidlar bo'ladi. Ya'ni 10-sinf gibrid darslarimizni davomi. Ya'ni lipidlarni bugun atroflicha ko'rib chiqqan bo'lamiz. Ya'ni lipidlarning gormonalniy funksiyasi, lipidlarning strukturasi va lipidlarning himoya funksiyasini va bugun aynan lipidlarning gormonalniy funksiyasi, ya'ni lipidlar organizmning qanday boshqarishi haqida ko'proq to'xtalgan bo'lamiz. Xo'p, o'zi lipidlar nima degani? Lipidlar erituvchilar deyapti, ya'ni benzin, xloroform va efirlarda eriydi deyapti. Endi lipidni biz ko'proq yog' deb tushunib olganmiz, ya'ni yog' deb biladi va bizda moylar ham bor. Yog' deb qachon ishlatamiz, moy deb qachon ishlatamiz? Aynan o'simlikdan olinadigan mahsulotlar, ya'ni moylar deb ataladi. Moy bo'lish uchun bizda o'simlikdan olinish kerak ekan. Yog' bo'lish uchun esa hayvon mahsulotlaridan olish kerak. Hayvon mahsulotlaridan olish kerak. Endi yog' bilan moyning nima farqi bor? Biz oldin o'simliklardan olinadigan moylarga, ya'ni kundalik hayotimizda ishlatiladigan o'sha kungaboqar moyi yoki paxta yog'i. Mana bu kungaboqar yog'ini, ya'ni ba'zi joylarda sirnchka yog'i ham deb atash mumkin. Mana bu paxta yog'i, ya'ni chigitdan olinadi. Endi yog'lar esa biz bilishimiz mumkin. Qaysilar? Misol uchun qoramol yog'i yoki mol yog'i deydi. Biz qoramol yog'i deb yozsak yaxshiroq bo'ladi. Qoramol yog'i va qo'y yog'i. Ya'ni hayvondan olinsa yog' deb atarkanmiz, agar o'simliklardan olinadigan bo'lsa moy deb atarkanmiz. Xo'p, endi bu farqini bilib oldik. O'simlikni moy deb atarkanmiz, hayvondan olinsa yog' deb atarkanmiz. Endi struktura jihatidan, ya'ni kimyoviy jihatdan qanday farq bor deydigan bo'lsak, moylar tarkibida pi bog' saqlaydi. Ya'ni moylar pi bog' saqlaydi. Yog'lar esa faqatgina sigma bog' saqlaydi. Moylar sigma bog'i yo'qmi desa, albatta bor. Moylarda sigma va pi bog'lar, yog'larda esa faqat sigma bog'lar farqlanadi. Endi sigma va pi bog'lar qaytada desa, biz bilamizki, yog'lar ham efirlar, ya'ni murakkab efirlar hisoblanadi. Mana buni gliserin deb olib turamiz hozircha. Mana bu yerda yog' kislotamiz bo'lishi mumkin. Misol uchun 18 talik, mana bu shu hisobiga o'tib ketadi. 18 talik kislotamiz bizda serotonin deb ataydigan bo'lsak, endi bu tarkibida faqatgina sigma bog'i bo'ladi serotoninlarda. Endi bizda ma'lum bir turdagi mana buni o'chirib tursaylik. Ma'lum bir turdagi kislotalarimiz borki, bular tarkibida pi bog' saqlaydi. Mana bu ko'rinishda. Mana bu yerda pi bog'i bo'ladi. Mana bu yerda 16 qilib qo'ya qolaylik. 18, 19, 20 misol uchun arahidon kislota bo'ldi bu. Arahidon kislotaning pi bog' saqlagan vakili. Agar haqiqiy arahidon kislota tarkibida sigma bog'i bo'lmaydi, lekin bo'lsa, shuning uchun arahidon deb atab qo'ydim. Mana bu yerda pi bog'i bo'ladi xullas. Demak, moy bo'lsa tarkibida pi va sigma bog'lar, yog'lar bo'ladigan bo'lsa tarkibida faqatgina sigma bog'larni tashkil topgan bo'lar ekan. Demak, biz bugun nimani o'tayotganimiz haqida atroflicha tushunchaga ega bo'lib oldik. Ya'ni yog' deganda, ya'ni lipid deganda biz mana shu narsalarni tushunar ekanmiz. Ya'ni dastlabki tushunayotgan odamlar yoki abituriyentlar bo'ladigan bo'lsa, yog' va moy hayotimizda ishlatib yurgan, iste'mol qilayotgan mahsulotlarimiz. Endi chuqurroq kiradigan bo'lsak, mana bu yerda moy va yog'ning struktura, ya'ni kimyoviy jihatdan farqlarini ko'rib o'tgan bo'ldik. Endi mana bu yog'lar bizda erarkan. Benzinda erishi mumkin ekan, xloroformda erishi mumkin ekan va efirda erishi mumkin ekan. Endi lipidlar o'zi qutbsiz moddalar hisoblanadi. Ya'ni qutbsiz nima degani? Tarkibida mutloq bo'sh elektron jufti yo'q. Hamma joydan elektronlari bilan to'lgan bo'ladi. Ya'ni bo'sh elektron jufti yo'q. Ya'ni lipidlar qutbsiz molekulalar hisoblanadi.
Mana bunday desak tushunarliroq bo'ladi. Lipidlar qutbsiz moddalar, ya'ni tarkibida birorta ham taqsimlanmagan elektron jufti yo'q. Tarkibidagi barcha elektronlar taqsimlangan. Shuning uchun ham ular qutbsiz molekulalar. Benzin ham, xloroform ham, efir ham qutbsiz moddalar bo'lganligi uchun lipidlar mana bu qutbsiz erituvchilarda eriydi. Bizda shunday qoida bor edi. Qutblilar qutublida eriydi, qutbsizlar qutbsizda eriydi degan. Qutbli va qutbsizni farqini mana bu yerda ko'rdik. Agar tarkibida taqsimlanmagan elektron jufti qolib ketadigan bo'lsa, mana buni biz qutbli deb ataymiz. Agar tarkibida taqsimlanmagan juft elektroni bo'lmasa, bular qutbsiz molekulalar hisoblanadi. Endi tirik organizmda lipidning miqdori quruq massasining 5-10% ni tashkil etadi deyapti. Ya'ni bu normal organizmlarda tanasidan mutlaq suvni chiqarib yuborganda 5-15% tashkil etar ekan. Yog' to'qimalarda, yog' hujayralarda esa lipidlarning miqdori 90% ga yetadi. Lipidlar nerv to'qimasi, gipoderma va sut emizuvchilarda sutida ko'p miqdorda uchraydi. Endi mana bu yerdan boshlab ta'riflashni boshlaymiz. Yog' to'qimalari hujayralarida. Yog' to'qimalari o'zi qayerlarda bo'ladi deb ataydigan bo'lsak, yog' ishlab chiqaruvchi organlarda to'qimalar bilan ta'minlangan bo'ladi. Misol uchun bezlarda. Yog' bezlari qayerlarda ko'p? Biz aynan yog' ishlab chiqaradigan joylarni ko'raylik. Yog'lar o'zi qayerda ko'p deydigan bo'lsak, peshona qismida yog' bezlari, peshona, chakka, tananing orqa qismlari mana bu yerda peshonada ko'p bo'lishi mumkin, ko'proq yuzda ham bo'ladi. Nima uchun yuzni oxiriga yozyapmiz deydigan bo'lsak, ayrimlarni yuzi yog'li, ayrimlarni yuzi yog'siz, lekin hammada albatta yuzda yog' bezlari bo'ladi. Qovoqda ham hatto yog' bezlari bo'ladi. Endi hamma o'sha ertalab turgan vaqtlarida yoki yuzi ancha vaqt turgan paytda yuzi yog'langan holatini ko'rishimiz mumkin. Bu esa yuzning elastikligini, ya'ni terini yaxshilash uchun ishlatiladigan yog' bezlari tomonidan ishlab chiqarilgan lipidlar hisoblanadi. Bular aytdik, peshona, chakka, tananing orqa tomonlari, quloqning orqa qismlari, yuz, tananing oldi orqalarida ko'p deb aytib o'tdik. Endi yog' bezlari albatta yog' to'qimalaridan, ya'ni yog' hujayralari yog' to'qimalaridan tashkil topgan bo'ladi. Ana bu yerda esa 90% ga yetadi deyapti. Normal hujayralarda ham yog' bo'ladi, ya'ni 5-15% mana bu yerda. Lipidlar nerv to'qimasi, gipoderma, sut emizuvchilarda ko'p miqdorda bo'ladi. Gipoderma nima desa, bizda terining 3 ta qavati bo'lardi. Epiderma, derma, gipoderma. Buni atroflicha gaplashamiz. Mana bu yerda gipodermada yog' bo'lakchalari holatda to'planadi. Mana bu yerda. Yog'lar bo'lakcha holatda to'planib o'tadi. Mana bu yerda yog' bo'lakchalari, ya'ni yog' bilyashkachalari narsasida gipodermada to'planib yotgan bo'ladi. Xo'p, sut emizuvchilar sutda ko'p miqdorda uchraydi. Endi sut emizuvchilar sut degani hamma sut emizuvchilari turlicha bo'ladi. Misol uchun odam ham sut emizuvchilariga kiradi. Odam suti tarkibida ham yog'lar bo'ladi, hayvonlarda esa ko'proq miqdorda bo'ladi. Aynan odam sutiga echki suti yaqinroq bo'ladi. Shuning uchun chaqaloqlarda ma'lum miqdorda agar echki sutini bergan ma'qul. Agar misol uchun qoramol suti yoki qo'y sutlaridan beriladigan bo'lsa, ularda yog' miqdori, ya'ni lipid miqdori yuqori hisoblanadi. O'shaning uchun ham chaqaloqlarda dastlabki o'sha lipazalar, ya'ni yog' parchalovchi fermentlar bo'lmaganligi sababli hazmlanishga qiynaladi. Shuning uchun echki suti yaqinroq deb aytamiz. Atroflicha gaplashib o'tishimiz kerak. Keyingisi, ba'zi o'simliklarda, ya'ni kungaboqarda deb o'tyapti, yelang'oq, zaytun, zig'ir, kanakunjut, soya, urug' va mevalarda ko'p miqdorda lipidlar mavjud. Endi biz aytdik mana kungaboqardan nima olinar ekan? O'simlik moyi, yeryong'oq, zaytun moyi, zig'ir, kanakunjut, soya. Biz mana bularni eshitganmiz. Ya'ni zaytun yog'ida osh qilgan, yoki zig'ir yog'ida osh qilgan. Mana bu zig'irdan ko'proq eshitgan bo'lsalaring kerak, rangi qora bo'ladi. Mana bularni demak xalq orasida aytishda biroz xatolik yo'l qo'yilar ekan. Endi bilib ollaring, zig'ir moyi, zaytun moyi deb ataymiz. Mana bu yerda zaytun moyidan osh qilinmasa kerak-ku. Zaytun moylari o'sha teriga yoki o'sha sochlariga parvarish uchun ishlatiladi. Endi mana bu yerda
zaytun moyini sochlarga, qoshlarga, kipriklarga parvarish uchun ishlatiladi dedik, lekin bilamizki, organizm bizga juda ham mehribon. Ya'ni peshona, tana, aynan yuzda yog'lar bor ekan. Buni vazifasini yuqorida aytib o'tdik, ya'ni terini parvarishlash. Va aytdikki, ayrim odamlarda yuzlari yoki sochlari ham yog'siz, bez funksiyalari u qadar, ya'ni giper funksiyada emas. Shuning uchun ham mana bu yerda zaytun orqali parvarish qilinadi. Keyingisi, lipidlar o'zi ham ikkiga bo'linib ketadi. Bizdagi farqlanadi oddiy lipidlar va murakkab lipidlar. Oddiy va murakkab lipidlarga bo'linib ketadi. Oddiy lipidlarga biz misol qilib olishimiz mumkin neytral yog'lar va mumlarni. Endi murakkab lipidlarga nimalar misol bo'lishi mumkin? Misol uchun fosfolipid, fosfolipidlar, lipoproteinlar, glikoproteinlarni misol qilib olishimiz mumkin. Endi oddiy yog' deb nimaga aytiladi? Tarkibida faqatgina yog' kislotasi va glitserindan tashkil topgan bo'lsa oddiy yog'lar. Tarkibida yog' kislota, glitserin plus boshqa bir yot moddalar bo'ladigan bo'lsa, mana bularni esa murakkab yog'lar deb aytib o'tamiz. Demak, birinchisini boshlarkanmiz, neytral yog'lar. Tarkibida 3 atomli spirt va yog' kislotasidan tashkil topgan bo'lar ekan mana bu yerda. Endi bu nima degani? 3 atomli spirt bizda glitserin, 3 atomli to'yingan spirt. Buni ko'rinishi mana bu tarzda bo'ladi. Mana bu yerda glitserinni halqalari qolib ketgan ekan. Xo'p. Hammasiga stearin kislotani ishlatib yubordik. Mana bu yerda agar 16 dan bo'ladigan bo'lsa, serotonin 17 talik margarin kislota bo'ladi. Mana bu yerda 18 talik serotonin kislotani ishlatamiz. Ya'ni aytapmizki, mana bu yerda glitserin, 3 atomli spirt va mana bular hammasi yog' kislotalari. Ya'ni 1 atomli to'yingan monokarbon kislotalar. O'zaro birikib, ya'ni mana bu yerda suv chiqarib yuborgandan so'ng efir hosil bo'ladi, murakkab efir. Mana bular esa neytral yog'lar deb atab o'tar ekanmiz. Tarkibida glitserin va faqat yog' kislotalaridan tashkil topgan bo'ladi. Mana bu tarkibida birorta ham pi bog'i yo'q, faqat sigma bog'i bo'lgandan keyin mana bularni neytral yog'lar deb aytamiz. Ya'ni mum emas bular, yog'lar, shuning uchun ham va mumlar ketyapti. Mumlar tarkibida ham faqat sigma bog'lar bo'ladi. Ular ham mumlar, ya'ni yog'ga o'xshagan. Bu ham mum. Mumlarni biz asalarilarda eshitganmiz. Xo'p. Mana bu yerda mumlarga alohida to'xtalamiz. Mumlar yog' kislotasi va ko'p atomli spirtlar birikishidan hosil bo'ladi deyapti. Neytral yog'lar esa faqatgina 3 atomli spirt glitserin, bu esa ko'p atomli spirtlar bo'ladi. Spirtlarning atomi tarkibidagi OH radikaliga bog'liq edi. Mana bu yerda OH radikallari ko'payib ketadi va spirtlar bilan mana bu yerda polikondensatsiya reaksiyasi ketgandan so'ng suv chiqib ketadi. Glitserindan 3 ta, mana bu yerda 4 ta chizib qo'ydim. Bundan ham nechtadir ishtirok etishi mumkin. Nima uchun faqat 18 talik kislota desak, mana bu biz o'rganganimizda yog' kislota tarkibida 17, ya'ni 18 talik monokarbon kislota ishlatganimiz uchun mana shuni yozib qo'ya qolyapman. SH2, mana bu yerda aytibdi yog' kislota va ko'p atomli spirtlar. Mana bu 3 tadan ko'p bo'ldimi? Demak, ko'p atomli spirt. O'zi 3 atomli spirtlar ham ko'p atomli spirtlarga kiradi, lekin aynan glitserin demagani uchun, 3 atomli spirt demagani uchun 4 atomli spirt qilib qo'ya qoldik. Vazifasi: hayvon terisi, yangi qushlarning patlari, yungi. Mana bu yerda ozgina xato ketib qolibdi. Hayvonlar terisida qushlarning patlarining qaychi qoqiladi va suv yuqtirmaydi deyapti. Endi mana bu yerda ozgina
undovli masalamiz bor. Qushlarda yog' bezlari bo'lmaydi, lekin suv qushlarida, misol uchun qaysilarni misol qilib olishimiz mumkin? Churraklar, g'ozlar, o'rdaklar. Aynan mana bu yerdagi suv qushlaridagi dumg'aza tarkibidagi yog' bezlari mana bularni, ya'ni mumlarni ishlab chiqarar ekan va tumshuq orqali tana yuzasiga surkab, suv yuqtirmaslik hodisasini yuqtiradi. Endi mana bu yerda, ya'ni biz gibrid darslarni o'tayotganimiz uchun ozgina qo'shimcha ma'lumotlar ham qo'shiladi. Bunga e'tibor berib qo'yasizlar. Ya'ni mexanizm qanday? Mana bu yog' va bu qutbsiz. Aytibdi. Qushlar buni tanasiga surtgandan so'ng suv yuqtirmas ekan. Mexanizm qanday desa, bizda suv haqida gaplashaylik. Kislorod ikkita toq elektron hosil qiladi. Mana bu yerda elektronlari juftlashgan, lekin kislorodda mana bu yerda taqsimlanmagan elektron juftlar qolyapti. Demak, suv qutbli molekula. Biz aytdik, qutublilar faqat qutbsizlarda eriydi. Yo'q, aynan mum qutbsiz, qutbli moddada erimaydi. Shu sababli suvni o'ziga yuqtirmayapti. Mana bu yerda qaysi mexanizm kelib chiqyapti. Hayvonlar terisida kelib chiqadi. Hayvonlar terisida suv yuqtirmaslik vazifasini emas, balki hayvonlar terisi bilamiz, yung bilan qoplangan. Agar sutemizlar bo'ladigan bo'lsa yoki qushlar bo'ladigan bo'lsa, patlar bilan qoplangan, ularga qayishqoqlik, ya'ni sinib ketmaslik vazifasini bajaradi. Odamlarni sochi yog'lanadi, u misol uchun vazifasi o'sha sochlarni sinib ketmasligi yoki parvarish qilish haqida gaplashib o'tdik. Endi o'simliklar barg, poya etini qoplab turadi va vazifasi ham suv yuqtirmaslik mana bu yerda. O'simliklar barglarida qoplanyapti. Xo'p, poya va meva etini qoplab turadi. O'simliklarda bu suv yuqtirmaslik vazifasidan ham ko'proq suv bug'latmaslik uchun zamin yaratadi. Mana buni o'simlik deydigan bo'lsak, o'simlik tanasi mum bilan qoplanyapti. Qoplangandan so'ng bilamizki, transpiratsiya jarayoni bor, suv bug'latish. Tashqaridan kelayotgan quyosh nurlariga ham ta'sirini o'tkazadi va suv tepaga chiqib ketayotgan suv bug'larini konsentratsiyasini ham mana bu yerda kamaytirib beradi. Keyingisi, mana bu yerdan o'zi boshlanyapti bizda murakkab yog'lar, ya'ni fosfolipidlar. Fosfolipidlarda mana bu yerda gliserin qatnashyapti, 3 atomli spirt, yog' kislotasini ham bo'lyapti mana bu yerda. Va tarkibida fosfat kislota qoldig'i ham bo'lyapti mana bu yerda. Fosfat kislota qoldig'i mana bu yerda radikal qilib qo'yganmiz, yana bir boshqa modda bo'lishi mumkin ekan. Ya'ni fosfolipid tarkibda bor ekan, gliserin, yog' kislotasi, radikal va fosfat kislota qoldig'idan. Mana bu esa fosfolipid bo'lar ekan. Bu murakkab yog'. Murakkab yog'. Endi nima uchun murakkab yog'? Tarkibida gliserin yog' kislotasidan tashqari o'zga yot jism bo'lyapti, ya'ni yot modda molekulasi qatnashyapti. Shuning uchun ham bu murakkab yog'ga kiryapti. Keyingisi glikolipidlar. Glikolipidlar mana bu yerda glikoshirin, ya'ni uglevodlar qatnashyapti. Uglevodlar plus yog'lar deylik, ya'ni lipidlar. Lipidlar jamlanmasi bizda glikolipidlar, ya'ni uglevodlar va yog'lar, lipidlar qo'shilmasidan glikolipidlar deb aytamiz ekan. Polisaxaridlar bilan birikib glikokaliksni hosil qiladi. Mana bu yerda xatolik ketib qolibdi. Polisaxarid bilan birikib glikokaliksni hosil qiladi. Glikokaliks nima desa, hayvonlarning hujayra qobig'i. Hozir mana bu yerda savol ketadi endi. Hayvonlarning hujayra qobig'i degan joyda.
Hayvonlarning hujayra qobig'i. Savol. Hayvonlarda hujayra qobig'i bo'lmasdi. Albatta, hayvonlarda hujayra qobig'i bo'lmaydi. Lekin hayvonlarning hujayrasi bo'ladimi? Qaysi hujayra bo'lmasin, bizda TCM degan narsa bor. Nima u desa, tashqi sitoplazmatik membrana. Glikokaliks tashqi sitoplazmatik membrana tarkibiga kiradi. Shuning uchun ham biz mana bu yerda podvoпрос, ya'ni undovli ravishda hujayra qobig'i deb ataymiz. Kelishdik? Endi tashqi sitoplazmatik membrana universal hujayra qobig'i hisoblanadi. Tashqi sitoplazmatik membrana bu membrana, ya'ni qobiq. Shuning uchun ham glikokaliks mana bu yerda TCM ning ko'p miqdorini egallaganligi uchun hayvonlarni hujayra qobig'i deb ataymiz. Aynan glikolipidlar, polisaxaridlar bilan birgalikda, ya'ni kompleks birikma holatida TCM tarkibida joylashar ekan va hujayra qobig'ini hosil qilib o'tar ekan. Tushuntira oldim degan umiddaman. Hujayra qobig'i va tashqi sitoplazmatik membrananing ikkinchi nomi plazmolemma haqida albatta pastroqda yetarlicha gaplashib o'tamiz. Keyingisi steroidlar. Steroidlar bular buyrak usti bezidan ortiqcha xolesterin mavjud bo'lgandagina ishlab chiqaradi. Biz mana bu yerda xolesterin deb aytyapmiz. Xolesterin bu nima? Xolesterin bu hayvon yog'laridan sintezlanadigan mahsulot. Yog'lardan desak, endi tushunaveramiz, chunki tepada yog' va moyning farqini gaplashib o'tdik. Xolesterin yog'lar, ya'ni yog'larga nimalar kirdi? Qoramol yog'i va qo'y yog'i. Qo'y yog'i. Aynan bizga mana bu qo'y yog'i kerak organizmga. Kattalarda yoki bizda ko'proq ishlatiladi. Kasal bo'lib qolsa ham o'zi qo'y yog'i surtab qo'y, qo'y yog'i berib qo'y. Mana bu bekorga emas. Ya'ni buni ham ishlash mexanizmini ko'ramiz hozir. Qo'y yog'i bu tarkibida faqat sigma bog' saqlagan lipid ekan. Endi bular yog'lar va ular organizmda xolesterinni hosil qiladi. Ya'ni tasavvur qilaylik, biz hayvon yog'i, o'sha qo'y yog'ini yedik. Yeganimizdan so'ng oshqozonga tushdi, ingichka ichakka o'tib, bilamiz, ingichka ichakda vorsinkalar farqlanadi va vorsinkalarda lipidlar mavjud. O'sha lipidlar orqali so'rilib qonga yetib boradi. Butun orqali qon transport funksiyasi orqali, ya'ni xolesterinni qonda albuminlar tashiydi. Tashigan holatda mana buyrak usti beziga olib kelyapti. Xo'p, buyrak usti bezini mana bu yerda chizamiz hozir. Mana bu buyrak, o'ng buyrak va piramida shaklida yoki konusmon deb keladi ayrim adabiyotlarda buyrak usti bezi bo'ladi. Buyrak usti bezi ham qon tomirlar bilan ta'minlangan va albuminlar orqali xolesterin buyrak usti beziga olib keladi. Buyrak usti bezi bizga chiqarib beryapti steroidlar. Nima uchun buni mexanizm bilan qaydan qayga kelib chiqishini gaplashyapmiz desa, steroidlar organizmda gormonlar funksiyasini boshqaradi. Ya'ni gormonlar ishlab chiqarib beradi bizga. Ya'ni yog' tabiatli gormonlar. Nima bo'lsa hammasi steroidlar, ya'ni jinsiy gormonlardan hosil bo'ladi. Xo'p. Steroidlarni mana bu yerda gaplashaylik. Steroidlar buyrak usti bezidan ishlab chiqarilgan steroid. Steroidning vazifasi nima desa, steroid bu yog', ya'ni murakkab yog', jinsiy gormonlar yoki organizmdagi yog' tabiatli gormonlarning manbai mana bu yer. Steroidlar, ya'ni ko'proq jinsiy gormonlarning manbai. Jinsiy gormonlarga nima kiradi desa, androgen, erkaklik gormoni, albatta ayollarda ham bo'ladi. Keyingisi estrogen. Albatta bu ayollik gormoni, lekin albatta erkaklarda ham bo'ladi. Va biz olishimiz mumkin testosteron, progesteron gormonlarini olishimiz mumkin. Mineralokortikoid va glykokortikoid gormonlar. Mineralokortikoid
glykokortikoid. Steroid mana bu gormonlar ishlab chiqargan. Ko'rganimizdek, buyrak usti bezini ikki xil qismi bizda tafovut qiladi. Buyrak usti bezining periferiya qismi va buyrak ustining medulla, mag'iz qismi farqlanadi. Buyrak usti bezdan 4 ta gormon: androgen, estrogen, mineralokortikoid va glykokortikoid gormonlari ishlab chiqarilar ekan. Shuning uchun ham aytamizki, qachonki organizm hayvon mahsulotlari tarkibidagi yog'ni iste'mol qilganda albuminlar orqali tashilib, xolesterin ko'rinishida buyrak usti beziga yetkaziladi. Xolesterindan esa, ya'ni ortiqcha xolesterindan esa steroidlar ishlab chiqariladi. Steroidlar androgen, estrogen, mineralokortikoid va glykokortikoid buyrak usti bezining periferiyasidan ishlab chiqariladigan gormonlarni sintez qilib o'tadi. Mana bularni nomini hozircha eslab turaylik va yog'larni, ya'ni lipidlarni boshqaruv funksiyasida yetarlicha gaplashib chiqamiz. Endi biz gaplashishimiz kerak ekan ateroskleroz etologiyasi. Ateroskleroz bu nima? Ateroskleroz bu mana bu yerda qon tomirini chizadigan bo'lsak, ateroskleroz o'zi qon tomirlar devorining kengayib, uning nayining torayib qolishi. Mana bu qon tomir deb oladigan bo'lsak, lekin uning nayi torayib qolar ekan. Qanday desa, mana bu nayi torayib qolyapti. Mana bu ko'rinishda. Mana bu yerlarini chizib qo'yadigan bo'lsak, mana bu yerlardan qon o'tmayapti. Faqatgina o'sha oq qismidan qon o'tayotgan deb oladigan bo'lsak, mana bu yerda juda ham to'silib qolyapti. Lekin mana bu yerda kengayishlar kuzatilyapti adventis qavatida. Endi mana bu yerdan qon ketyapti va qon harakati mana bu yoqqa deb oladigan bo'lsak, qon kiryapti va mana bu yerdan o'tish kerak. Lekin devor qisqargandan so'ng, ya'ni turba deb olaylik, oddiy turba qisqargandan so'ng qon o'tish qiyinlashadi. Ateroskleroz mana shunday kasallikki, organizmda ortiqcha xolesterin to'planadigan bo'lsa, ya'ni ortiqcha xolesterin ham yog' sintezidan ham ortiqcha, organizm iste'molidan ham ortiqcha bo'ladigan bo'lsa, endi bo'ldi, gipoderma qavatlariga, butun boshli qon tomirlariga to'planishni boshlaydi. Mana bu yerda blyashkalar ko'rinishida. Mana bu yerlarning hammasi blyashkalar ko'rinishida lipidlar to'planadi va qon harakatini qiyinlashtiradi. Ateroskleroz oqibatidan so'ng o'sha tromblar, tromboemboliyalar orqasidan esa infarktlar kelib chiqadi. Ya'ni miokard infarktni, yurak to'xtashiga, yurak chandiqlanishiga, hayot funksiyasining yarim letalligi olib keladi. Shuning uchun ham mana bu yerda hamma narsani ortiqcha o'zi, keragidan ortiqchasi. Endi biz aytamizki, ateroskleroz etologiyasi, ya'ni xarakteri bizda ortiqcha miqdorda iste'mol qilingan xolesterin mana bu yerda to'planadi. Qon tomirlar adventis qavatida to'planganligi sababli mana bu yerda nayni toraytirib qo'yadi. Ya'ni mana bu yerda qon tomir spazm bo'lmadi yoki qanaqadir vazokonstruksiyaga uchramadi. Shunchaki yog' blyashkachalar, bu yog' blyashkalarning ortiqcha xolesterin to'planganligi sababidan mana bu yerda nayning, ya'ni adventisning torayishiga olib keldi. Natijada qon oqimi sekinlashyapti. Va biz etologiyasi haqida gaplashib o'tar ekanmiz. Tasavvur qiling, mana bu yerdan qon oqib keladi, misol uchun 50 ml. Lekin mana bu yerdagi bizdagi turbuchka, ya'ni turba to'silgan. Mana bu yerga esa 40 ml o'tyapti. Endi organizm, yurak aytadiki, 50 ml qon chiqarib beryapti. Taxminan 50 ml, o'zi ko'proq chiqarib beradi. 50 ml qon chiqarib beryapti. Organizmlar ham o'sha 50 ml qonni talab qilyapti. Sekundiga 50 ml chiqarsa, organizm ham o'sha yetib borishiga binoan sekinlashib ketadi, periferiyaga uzoqlashgani sari talab etib turgan edi, deylik. Lekin organizm 40 ml ni olib turibdi bir sekundiga. Endi bu hamma organizm nervlar orqali chambarchas bog'langanligi sababli yurakka impuls olib o'tadi. Yurak esa o'z-o'zidan nima qilishni boshlaydi? Tezroq qisqarishni boshlaydi. Ya'ni yurak tezroq qisqarish sababiga qon bosimi ko'tarilib ketadi. Shuning uchun ham ortiqcha xolesterin, ya'ni semizlik yotadi buni tagida. Semizlik ortidan qonda adventis qavatida xolesterinlar to'planadi, aterosklerozga olib keladi. Ateroskleroz, ya'ni o'ta ham oshib ketadigan bo'lsa, biz aytdik, mana bu yerda
eritrotsitlar, qizil qon tanachalari, trombositlar va umumiy olganda qonning shakl elementlari to'siladi, tromb hosil bo'ladi. Tromb esa infarktga olib keladi. Buni lipidlar mavzusida gaplashib o'tgan, ya'ni infarktdan ozmi ko'pmi geparin himoyalab turadi deb. Ateroskleroz etiologiyasi mana bu shunday. Ya'ni oxir oqibat borib semizlikka taqaladi. Semizlik deb nimaga aytiladi? Semizlik iste'mol qilgan ozuqamizdan ajralgan energiya sarflagan energiyamizdan ko'p bo'lsa semizlik kelib chiqadi. Bu esa ortiqcha xolesterinning ko'payishiga olib keladi. Endi mana bu yerda gormonal funksiyani gaplashib o'tgandik. Ya'ni steroidlardan gormonlar hosil bo'lishini, bu ham ortiqcha xolesterin bo'lsa, bu yerda nima demoqchimiz? O'zi organizmga hayvon yog'i kirsagina mana bu gormonlar ishlab chiqadi. O'shaning uchun ham testosteron esa, ya'ni qo'y yog'i esa testosteron ko'tariladi degan gap xalqda bekorga emas. Qachonki hayvon yog'lari iste'mol qilsa, mana bu yerda testosteron ko'payib ketadi. Ya'ni qo'y yog'i yesam bo'ldi, testosteron ko'payib ketadi degan tushuncha noto'g'ri. Yog'larning hazmlanishi, jinsiy bezlardan ajraladigan funksiya, ularning ishlash prinsipi mutlaq boshqacha, ya'ni bunday tushunib olish noto'g'ri. Hayvon yog'i yeyish kerak, faqat ma'lum miqdorda. Endi ortiqcha yegan paytimizda mana bu yerda yog' bilyashkachalari hosil bo'lyapti va aterosklerozga olib kelyapti. Endi lipidlarning funksiyalariga o'targanmiz. Keyingisi struktura funksiyasi. Struktura nima degan? Struktura ya'ni structure ma'nosidan olingan qurilish. Ya'ni organizmda ma'lum bir joylariga mustahkamlik yoki ma'lum bir organlarni tarkibiga kirib, ya'ni qobiq hosil qilishi mumkin yoki membrana hosil bo'lishi mumkin. Umuman olganda qanaqadir miqdorda bizga tashqi muhitdan himoya yoki qanaqadir funksiyalarni bajarib turganligi uchun struktura, ya'ni qurilish funksiyasi deb atashimiz ham mumkin, ya'ni poydevor yoki asos deb atashimiz ham mumkin. Mana bu yerga fosfolipidlar, xolesterin va glikolipidlarni olishimiz mumkin. Bular TCM tarkibiga kiradi. TCM bizda tashqi sitoplazmatik membrana, ikkinchi nomi plazmolemma hisoblanadi. Tashqi membrana universal hisoblanadi. O'zi biologiyada universal degan tushuncha kam, bittasi shu. Misol uchun ribosoma, eukaryotlar uchun universal organot hisoblanadi. Shulardan bittasi mana bu yerda plazmolemma ekan. Tarkibiga fosfolipidlar, glikoproteinlar, xolesterin va glikolipidlar kiryapti. O'zi tashqi membrana nima? Tashqi membrana, tasavvur qilaylik, mana bu hujayra. O'simlik hujayrasi deylik. Mana bu yerda tashqi membrana bo'ladi birinchi o'rinda. Tashqi sitoplazmatik membrana. Endi mana buni hujayra deb atadik. Tashqi membrana bo'lyapti. Endi o'simlik bo'lgani uchun tashqi tarafida kletchatka ham bo'ladi. Mana bu yashilni biz aytaylik kletchatka deb. Kletchatkadan so'ng mana bu yerda ko'kda chizilayotgani tashqi membrana. Mana bu yerda ketdi. Mana bu ko'kni tashqi membrana. Uni ichida esa qizil rangda ifodalanyapti. Bu nima desa, o'simlik hujayrasi, ya'ni selulyoza. Birinchi bo'lib o'simlik hujayrasiga tashqaridan kelib uriladigan bo'lsak, birinchi bo'lib kletchatkaga urilamiz. Ya'ni kletchatka bu polisaxarid. Undan so'ng esa selulyozadan esa keyin esa tashqi membrana ichida esa sitozol turadi. Sitozol bu sitoplazma yoki geoplazma deb ataymiz. Mana bu ketma-ketlikda bo'ladi. Endi hayvon hujayrasi esa birinchi bo'lib boshimizni nimaga uramiz? Glikokalixga uramiz. Glikokalix o'zi tashqi membrananing tarkibiy qismi edi. Shuning uchun ham to'g'ridan-to'g'ri tashqi membranaga urilamiz desak ham bo'laveradi. Ya'ni bu o'simlik hujayrasida ham qanaqadir miqdorda membrana vazifasini bajaryapti. Hayvonda esa mutlaq membrana vazifasini bajarayotgani uchun struktura funksiyasi deb aytib o'tamiz. Endi tashqi membrananing asosiy vazifasi yarim o'tkazuvchanlik. Ya'ni hujayramizga hamma modda ham kirib ketavermaydi. Ya'ni oqsil sintezlash uchun asoslangan, ya'ni oqsil sintezlash uchun ixtisoslashgan hujayralarımizga ko'proq aminokislotalar kiradi, yog'lar esa ko'proq qaytarilib turiladi. Ko'proq biz organizmni suv bug'latish uchun, ya'ni transpiratsiya uchun
ishlatiladigan hujayralarimizga esa ko'proq suv molekulalari kirib turadi. Yog'lar, aminokislotalar, nukleokislotalar qaytarib turiladi bizda. Shuning uchun ham yarim o'tkazuvchanlik deb aytamiz. Toxoplazmatik membrana kak darvoza, ya'ni himoya qilayotgan vazifalardan shular kiradi. Endi toxoplazmatik membrana tarkibiga fosfolipidlar, glikoproteinlar, xolesterin va glikolipidlar kiryapti. Mana bu toxoplazmatik membrananing ko'rinishi nimadan tashkil topyapti desa, mana bular hammasi fosfolipidlar. Toxoplazmatik membrana deydigan bo'lsak, qanday ketma-ketlikda bo'ladi? Mana bu fosfolipid. Tasavvur qilishlaring uchun 2 qavat bo'lib joylashadi toxoplazmatik membranada. Ko'ramizki, bosh va dum qismi fosfolipidlar gidrofil boshcha va gidrofob dumchadan tashkil topgan bo'ladi. Demak, bosh qismi gidrofil ekan. Gidrofil, dum qismi esa gidrofob. Gidrofil nima degani? Suvda eriydigan, dum qismi esa gidrofob, suvda erimaydigan degan. Toxoplazmatik membrananing mana bu yerda oyoqchalari ko'rsatib o'tilyapti. Polni oyoqcha mana bu. Bosh qismi va oyoqchalari 2 qavat bo'lib joylashyapti. Mana bu fosfolipid ko'rinishi. Gidrofil boshcha va gidrofob dumcha. Fosfolipidni toxoplazmatik membranada joylashishini ko'rdik. Ya'ni hujayra suyuqligiga qarab ham, sitoplazmaga qarab ham gidrofil boshchasi turar ekan. Mana bu yerda ikkita hujayrani chizaman. Hujayra ichiga qarab ham gidrofil boshcha, hujayra tashqarisiga qarab ham gidrofil boshcha turar ekan mana bu yerda. Shunday tasavvur qilaylik, mana bu yerda. Endi bularni mexanizmi, ya'ni bu nima uchun kerak deydigan bo'lsak, gidrofil boshcha, ya'ni tashqi tarafdan bizda toxoplazmatik membranani pornicha umumiy holda qoplab turibdi. Keyingisi glikoproteinlar, mana bu yerda aytibdiki, glikoproteinlar, glikolipidlar va polisaxaridlar birgalikda glikokalksni hosil qiladi hayvonda endi. Va xolesterin, mana bu yerda xolesterol ko'rinishida mayda bilyashkalar holatda yig'ilyapti mana bu yerda mana. Umumiy holat mana bu hammasi xolesterol, ya'ni xolesterindan hosil bo'ladi. Shuning uchun tarkibga kirgizyapmiz. Keyingisi glikolipidlar. Bular mana bu yerda ko'rib turibmiz. Umumiy holatda birikma holatda turibdi mana bu yerda umumiy. Zanjir ko'rinish turibdi. Ya'ni glikolipidlar bular oqsillar va uglevodlar kompleks hosil qilyapti. Mana bular aminokislotalar yoki uglevodlar birikishdan hosil bo'lgan kompleks. Vazifasi nima deydigan bo'lsak, tashqi sitoplazmatik membrana aytdiki, yarim o'tkazuvchanlik funksiyasi. Agar hujayramizga oqsil kerak bo'ladigan bo'lsa yoki yog' kerak bo'ladigan bo'lsa, qandaydir suvda eriydigan moddalar kerak bo'ladigan bo'lsa, tashqi sitoplazmatik membranada joylashgan kompleks birikmalar ularni taniydi, ya'ni reseptorlik funksiyasini bajaradi, turli xil funksiyalarni bajargan holatda ichkariga o'tkazib beradi. Buni ham atroflicha gaplashamiz hozir. Misol uchun glikolipidlar tarkibida uglevodlar va yog'lar bor ekan. Glikolipidlar agar organizmga yog' kiradigan bo'lsa, mana bular xuddi reseptorlik vazifasini o'tadi, ya'ni ularni taniydi, ichiga o'tkazishi mumkin. Keyingi esa fosfolipidlar. Tepada esa fosfolipidning yuqori qismi hujayra tashqarisiga ham, hujayra ichiga ham gidrofil bo'lib turibdi. Mana bu yerda eriydigan, ya'ni suvda eriydigan moddalarni hujayra ichiga bemalol o'tkazib yuboradi. Ya'ni fosfolipidlarning funksiyasi aytamiz. Glikolipidlar hujayraga uglevod kelib qoladigan bo'lsa, misol uchun glukozalar yoki turli xil aminokislotalar, lizin, leysin, turli xil glitsin aminokislotalar kelganda bular tanib hujayra ichiga o'tkazib beradi. Ya'ni taniydi. Qanaqadir virus keladigan bo'lsa, toxoplazmatik membrana joylashgan mana bu yerdagi komplekslar organizmga, ya'ni hujayra ichiga o'tkazmaslikni ta'minlaydi. Shuning uchun ham toxoplazmatik membrana eng muhim funksiyalardan biri yarim o'tkazuvchanlik deb aytamiz. Keyingisi esa polisaxaridlar. Polisaxaridlar bular o'sha birikib hosil qiladi. Mana hammasi reseptorga o'xshab turib tashqi tomondan. Bularni hujayra mavzusida gaplashganimizda yana ham chuqurroq gaplashamiz. Polisaxaridlar uglevodlarni o'tkazib beradi. To'g'ridan to'g'ri integral oqsillarga bog'lanib turibdi. Ya'ni kak reseptor, uglevod reseptorlar.
glikoproteinlar, mana bu yerda uglevod va proteinlar hosil bo'lgan komplekslar. Hammasi o'ziga tegishli maxsus retseptorlar deb ataylik. Bular organizmga, ya'ni hujayra tomon yaqinlashib kelayotgan yot jism, u yog' bo'ladimi, oqsil bo'ladimi, aminokislota bo'ladimi, ularni taniydi va hujayra ichiga o'tkazib beradi. Endi shuncha gapirgan gapimizni umumiylashtirib olaylik. Mana bu yerda glikolipidlar vazifasi retseptorlar. Endi ko'proq TCM dedikmi bizga? Fosfolipidlar rol o'ynaydi. Ya'ni ikki qavat bo'lib joylashadi. Hujayra ichiga qaragan ham, hujayra aro suyuqligiga qaragan ham gidrofil bog'cha. Mana bu yerda tutashni hosil qiladi. Ichida mana bu yerda hujayra suyuqligi, tashqi tarafida esa mana bu yerda sitoplazma, tashqi tarafda esa hujayra aro suyuqlik. Limfa kak turibdi. Vazifasini gaplashdik. Endi tostoplazmatik membranada yana nimalar bor? Xolesterol bor ekan, integral va periferik va yarim integral oqsillar bizda farqlanadi. Mana bular yarim integral oqsillar, butun holat turganlari mana bular esa integral oqsillar hisoblanadi. Nima uchun kerak bu degan savol bizga berilsa, biz aytdik. Tostoplazmatik membrana yarim o'tkazuvchanlik layoqatiga ega, ya'ni organizmdan yarim o'tkazib beradi. Butun o'tkazgani qanaqa desa, u endositozga haqida gaplashamiz, ya'ni gaplashib ham o'tgan bo'lishimiz kerak. Bizda mavjud, ya'ni fagositoz va endositoz jarayonlari, bularda to'g'ridan-to'g'ri o'tib ketishi ham mumkin. Lekin ma'lum bir hujayra organoidlari borki, ya'ni qanaqadir tuzilmalari borki, organizmdan tanlab o'tkaziladi. Mana bu yerda hammasini biz tilimizga moslab, ya'ni reseptor deb atib oldik. Aslida juda ham chuqur tushuncha bular. Shunchaki organizm, ya'ni hujayra tomon yaqinlashayotgan qanaqadir oqsil bo'ladimi, uglevod bo'ladimi, bular o'tkazib berar ekan. Endi tasavvur qilaylik, mana bu tostoplazmatik membrana hujayrani qoplab turibdi. Agar shunchaki o'tkazib bo'lsak, hujayra teshilib ketishi kerak yokida qanaqadir bir joy ochilishi kerak. Ana shu joyni bizdagi integral oqsillar bajarib beradi. Mana bu yerda ko'rib turganimizdek tarkibida hech narsa yo'q. Shunchaki darvozaga o'xshab turibdi mana bu yerda. Integral oqsillar ochiladi, reseptorlar tanigan modda hujayra ichiga o'tishni boshlaydi. Mana bu vazifani esa integral oqsillar vazifasini bajaradi. Endi yarim integral oqsillar nima qiladi desa, organizmga kerakli bo'lgan, ya'ni tostoplazmatik membrana tiklanish uchun kerak bo'ladigan oqsillarni tostoplazmatik membrana qismlariga tarqatib beradi integral oqsillar. Periferik oqsillar nima? Periferik oqsillar tostoplazmatik membranani hujayra ichiga qaragan qismida joylashgan bo'ladi. Mana bu yer, ya'ni sitozolga qaragan bo'ladi. Bular sitoskelet birikadigan joylar, sitoskelet birikadigan mixlar deb aytsak ham bo'ladi. Ya'ni qoziqlar yoki mixlar. Biz bilamizki, sitoskelet butun boshli organoidlarni joylashuvini va xarakterini, ya'ni harakatini ta'minlab beradi. Ya'ni yadro o'rtada joylashsin, vakuola mana bu yerda joylashsin, yadroning atrofida joylashsin, endoplazmatik tor, Golgi joylashsin, hammasi ma'lum bir joyi bor, ma'lum bir o'sha o'zini sayti bor. Ana shu yerlarga joylashini bizdagi sitoskeletlar vazifasini bajarib beradi. Ya'ni organoidlarni hujayrada mustahkam ushlab turadi. Hammasi to'planib pastga tushib qolmaydi yoki hammasi to'planib yuqoriga ko'tarilib qolmaydi. Butun boshli organoidlar ma'lum bir o'zlari uchun atalgan joylarda turadi. Buni esa sitoskelet ularni har taraflama bog'lab, ya'ni murakkab bog'lam shaklida ushlab turadi hammasini. Periferik oqsillar nimadirga birikish kerak. Ya'ni periferik oqsillar aynan sitoskeletlarga birikadi. Sitoskeletlar o'sha periferik oqsillardan tayanch olib organoidlarni ushlab turadi. Ya'ni umumiy holatda o'sha sitoskeletlar ham o'zlari o'sha oqsillardan tashkil topgan, qisqarish layoqatiga ega oqsillarni tashkil topgan. Shuning uchun ham tepa tarafdan tasavvur qilaylik, mana bu yerga hujayra, mana bu yerdagi periferik oqsillar, mana bu yerda yadro turibdi deylik. Sitoskelet periferik oqsilga ushlandi, yadroning bir tarafidan ushladi. Mana bu yerda periferik oqsil, mana bu esa sitoskelet, yadroni ushladi. Mana bu periferik oqsil, yadro tarafga qarab ketayotgani sitoskelet. Mana bu periferik oqsil, mana bu yo'lday turgani esa sitoskelet. Bunday chizaylik. Mana bu sitoskelet, hovorang chizganim. Mana bu yerdagi qizil nuqtalar esa
Periferik oqsillar. Sitoskelet yadroni ushlab turibdi, sitoskeletga mahkamlangan holatda. Tepadan ham ushlab turibdi, pastdan ham ushlab turibdi. Sitoskelet yadro. Shuning uchun ham yadro hujayrani markazida joylashadi. Kimda desa, o'simliklarda, hayvonlar esa biroz chetroqda bo'ladi, sababi vakuola bo'lganligi uchun. Buni keyin, ya'ni organoidlar mavzusida bilib o'tamiz. Umumiy bilib olaylik. Xolesterolning vazifasi nima ekan? Ya'ni xolesterollarning vazifasi organizmda oqsillarga joy beradi. Oqsillarning o'tishi, chiqishi yoki o'sha toxoplazmatik membranani erib ketmasligini ta'minlab turadi. Fosfolipidlar organizm qavatlarini, ya'ni toxoplazmatik membrananing strukturasini tuzgan holatda ma'lum bir miqdorda deyarlik reseptorlik vazifasini bajaradi. Glikolipidlar ham, glikoproteinlar ham, polisaxaridlar ham agar hayvon bo'ladigan bo'lsa, polisaxaridlar bilan kompleks hosil qilib, glikokalikisni hosil qiladi. O'simliklarda yoki odam hujayralarida bular esa reseptorlik, yarim o'tkazuvchanlik vazifasini bajaradi. Yarim tasavvur qildik, mana bu yerda reseptorlar tanidi bizga kerakli mahsulotlarni, lekin uni hujayra ichiga o'tkazib berish kerak. Hujayra ichiga nima o'tkazib beradi desa, integral oqsillar o'tkazib beradi. Yarim integral oqsillar esa toxoplazmatik membrana uchun kerak bo'ladigan oqsillarni tarqatadi. Chunki o'tkazmayapti. Bu yarimigacha botib kirgan holat integral oqsillar. Periferik oqsillar sitoskeletlar bilan birikib, hujayra ichi organoidlarni ushlab turadi. Mana bu yerda mitoxondriya deylik. Ichlari kristal. Buni ham ushlab turadi, mahkam. Nimaga birikadi desa, tashqi tarafdan periferik oqsillarga birikadi. Yarim integral oqsillar vazifasi toxoplazmatik membranani o'zini golgi hisobidan tiklab turadi. Qolgan mahsulotlar, ya'ni fosfolipidlar, glikoproteinlar, polisaxaridlar esa struktura, ya'ni o'sha glikokalikisni hosil qilib turadi. Agar hayvon bo'lsa, o'simlik bo'ladigan bo'lsa, membranani butligini ta'minlab turadi bular. Ya'ni abituriyentlarga bu mavzularimiz ozgina qiyinroq tuyulishi mumkin, lekin o'rganishimiz kerak. Kitoblarda, eski kitobimizda ham, yangi kitobda ham berib o'tilyapti. Funksiyalar esa yozilmagan. Yarim integral oqsillar nima haqida vazifasi nima, periferik oqsillar nima, integral oqsillar nima, xolesterollar nima yozmagan. Fosfolipid yozishi mumkin, gidrofil bog'cha va gidrofob dumcha deb. Buni tushungan bo'lishlaring kerak. Agar qanaqadir bir tushunmovchilik bo'ladigan bo'lsa, buni, ya'ni aynan toxoplazmatik membranani biz organoidlar mavzusida ham ko'rib chiqamiz. Endi mavzuyimizning asosi, ya'ni 50% haqida, shu haqida gaplashamiz dedik, ya'ni ko'proq urg'u beramiz mana bunga. Lipidlarning gormonal funksiyasi, ya'ni organizm bilamiz neyrogumoral boshqaruv tizimiga ega. Neyrogumoral boshqaruv tizimiga ega. Endi neyro degani bilamiz, nerv orqali ta'minlanadi. Gumoral deganimiz biz bilishimiz mumkin, gormonlar orqali boshqariladi. Endi gormonlar ham tarkibiga binoan bo'linib ketadi. Oqsil tabiatli gormonlar, yog' tabiatli gormonlar va uglevod tabiatli gormonlarga kirib ketadi. Uglevod tabiatli biz bitta gormon haqida gaplashib o'tdik. Shu paytgacha geparin. Oqsil tabiatli gormonlar vazopressin, insulin, somatotrop gormonlar, oqsil tabiatli gormonlar. Endi bugun gaplashimiz kerak bo'lgani yog' tabiatli gormonlar. Yog' tabiatli gormonlarga biz olamiz buyrak usti bezdan ishlab chiqarilgan, ya'ni buyrak usti bezining periferiya qismidan ishlab chiqariladigan gormonlar. Ular qaysilar? Androgenlar, estrogenlar, keyin esa mineralokortikoid, keyin esa glikokortikoid gormonlar. Glikokortikoid gormonlar. Endi qaranglar. Androgen erkaklik gormonlari, estrogen ayollar gormonlari, lekin buyrak usti bezi, buyrak o'zi kimda bor? Ayolda ham, erkakda ham bor. Buyrak usti bezi ayolda ham, erkakda ham bor. Androgen, estrogen erkaklarda ham, ayollarda ham ishlab chiqariladi. Shuni aytib o'tishimiz kerak. Mineralokortikoid ham, glikokortikoid ham
ayollarda ham erkaklarda ham ishlab chiqadi. Vazifasi androgen erkaklik jinsiy gormoni bo'lib, organizmda jinsiy jarayonlarni boshqarib turadi. Estrogen ayollik gormoni bo'lib, jinsiy jarayonlarni boshqarib turadi. Endi aytamiz, erkaklik gormoni ayollarda, ayollik gormoni erkaklarda bor ekan. Endi bu bo'lsa bo'laversin, lekin bizda gormonlarning balansi ularning organizmdagi miqdori bilan boshqariladi. Nima degan? Tasavvur qilaylik, erkak kishi, mana bu ayol kishi. Erkakda androgen ham bor ekan, estrogen ham bor ekan, ayolda estrogen ham bor ekan, androgen ham bor ekan. Qachonki erkakda androgen miqdori yuqori bo'lsa, erkaklik belgilari namoyon bo'ladi. Qachonki ayollarda estrogen gormoni yuqoriroq bo'ladigan bo'lsa, bizda ayollik xususiyatlari, belgilari namoyon bo'lar ekan. Mana buni tarozi deb tasavvur qilaylik. Tarozi pallasini ko'proq androgen bosib ketadigan bo'lsa, erkaklik belgilari namoyon bo'ladi. Agar tarozini pallasini ko'proq estrogen bosib ketadigan bo'lsa, ayollik xususiyatlari namoyon bo'lishni boshlaydi. Mana bu bizda muhim joy. Qachonki o'g'il bolalarda androgen miqdori yuqori bo'lishi kerak. Androgenga plus bizda testosteron gormoni ham farqlanadi, jinsiy bezlardan ajraladigan. Androgen buyrak usti bezdan, testosteron esa urug'domdan ajraladi. Mana bu yer testosteron miqdori, ya'ni ikkilamchi erkaklik belgilarini namoyon qilish uchun testosteron juda zarur. Bular esa buyrak usti bezdan, qonda ortiqcha xolesterin bo'lgandagina sintezlanadi steroidlardan. Tushunib oldik. Ya'ni ikkala gormonlar ham bor. Testosteron hatto ayollarda ham bor. Testosteron. Faqatgina aytdikki, organizmda ko'p funksiyalar bir xil, faqat ularning miqdoriga qarab, ya'ni konsentratsiyasiga qarab farqlanadi. Erkaklik gormonlari tamom erkaklarda ko'p bo'lsa, erkaklik belgilari, ya'ni nima erkaklik? Ovozlarning yo'g'on bo'lishi, soqol mo'ylovlarining chiqishi, o'skunligi, dag'al bo'lish. Ayollarda esa o'sha ovozning ingichkaligi, o'sha muloyimligi yoki tanasini nozikligi, butun boshli tanasining nozikligi o'sha ayollarga xos belgilar hisoblanadi. Xo'p, keyingisi biz gaplashar ekanmiz lipidlarning energetik funksiyasini. Yog' dedik. Yog' yoki moy. Yedik. Yeganimizdan so'ng 1 gram yog' oksidlanib parchalanganda, mana bu atomar kislorod 4,1 emas, endi yog' bo'lgani uchun 9,3 kilokaloriya, 38,9 kilojoule energiya ajratadi. Moylar ham mana shunday. Energetik funksiyasi shu. Ya'ni yog' ko'proq bizda energetik funksiya dominantlik qiladi. Ya'ni yog'larning ko'proq vazifasi energiya berish bizda. Juda ham ko'p energiya beradi. Uglevod oqsillar 4,1 kilokaloriya, 17,6 kilojoule energiya bergan bo'lsa, yog'lar esa 9,3 kilokaloriyada 38,9 kilojoule energiya berib turibdi bizga. Endi aytapmizki, yog'larning funksiyalari bor ekan bizda. Struktura funksiyasi haqida gaplashdik, gormonalniy funksiya haqida gaplashdik va pastda gaplashar ekanmiz himoya funksiyasi haqida. Organizm yog'ni iste'mol qilgandan so'ng fosfolipidlar ko'rinishida membrana shakllantirishi mumkin ekan. Har bir hujayramizda struktura shakllantirish mumkin ekan va ko'proq vazifasi yog'ni o'sha energiya berish. Ya'ni bizda sifatli yog'larimiz mavjud, sifatsiz yog'larimiz mavjud. Ko'proq o'sha mol yog'lari sifatsiz yog'larga kiradi. Ya'ni ichaklarda o'sha shlak ko'rinishida to'planib yotadi. Ya'ni cho'kinni hosil qiladi. Mol yog'lari. Qo'y yog'lari esa unday xususiyatga ega emas. Qo'y yog'lar o'sha issiq haroratda erib ketish layoqatiga ega bo'lganligi sababli organizmda unchalik ham ko'proq ziyoni yo'q, ya'ni foydasi ko'proq demoqchiman. Energetik funksiyasi mana shu. Keyingisi esa himoya funksiyasi. Biz gaplashamiz dedik terining 3 ta qavati haqida. Mana bu epiderma, derma chin teri qavati va mana bu yerda gipoderma qavati. Epidermamiz bizda o'sgan holatda tirnoqlar, sochlar,
ko'proq tirnoqlar deyaveraylik. Tirnoqlarni hosil qiladi. O'sha sochlari va tirnoqlarning ildizlari dermada joylashadi. Derma ham 2 qavat. Usti so'rg'ichli qavatimiz bizda farqlanadi. Usti so'rg'ichli va pasti to'rsimon qavat farqlanadi bizda. Mana bu yerda to'rga o'xshatib qo'ya qolaylik. To'rsimon qavat farqlanadi. So'rg'ichsimon qavat shakllanmagan g'oz tolali biriktiruvchi to'qimaning epidermisga botib kirishidan hosil bo'ladi. To'rsimon qavatda esa yog' bo'lakchalari mavjud bo'ladi, ya'ni yog'lar mavjud bo'ladi. Bizda derma qavati yog' deposi vazifasini bajaradi. Depo nima degani? Yog' deposi, yog' ombori. Gipoderma nima unda desa, gipoderma ham mana shunday. Faqat mana bu gipodermada yirik yog' bo'lakchalari saqlanadi. Juda ham yirik. Bizda 2 xil odam tafovut qilishi mumkin. Oriq, ya'ni ozg'in odam va semiz odam. Endi ozg'in odamda yog' zaxirasi bormi desa, bor. Qani desa, derma qavatda joylashadi. Yog' depo vazifasini bajaradi. Endi semiz odamlarda ham derma qavatida yog' bo'laklari bo'ladi, ham gipoderma qavatida yog' bo'laklari bo'ladi. Lekin yog' deposi shuning uchun ham qayda deydigan bo'lsak, epidermada. Ozg'in odam buni qanday tushunamiz desa, ozg'in odamda yog' zaxirasi yo'qmi? Albatta bor. Qayda? Dermada. Ya'ni gipodermada esa mutlaq oshiqcha bo'lgan yog'lar yig'iladi. Bu esa, ya'ni gipodermaga oshiqcha yog'larning yig'ilishi bizda semizlik deb aytib o'tdik. Endi gipoderma qavatiga yog'larning yig'ilishi ko'proq ayollarda va bolalarda ko'proq, ya'ni yaxshiroq ishlaydi, ya'ni semirib ketishga moyilroq hisoblanadi. Yog'ning to'planishi. Endi tasavvur qilaylik, gipodermaga yig'ilib qolgan yog' parchalanishi, ya'ni oksidlanib parchalanishi juda qiyin. Dermaga yig'ilgan mana bu yerdagi yog' deposidagi yog'lar esa parchalanishi bunga nisbatan ancha oson. Lekin organizmning ochlik paytida parchalanish ketma-ketligi bor. Birinchi o'rinda uglevodlar parchalanadi. Organizmda uglevodlar parchalanadi, ya'ni qonda erkin yurgan glukozalar birinchi parchalanib, organizmga tezroq energiya berib turadi. Uzoq muddatli energiya talab etilganda esa mana bu yerdagi dermadagi yog' bajarib beradi. Mana bu yerdagi yog' depolar. Xoh semiz odam bo'lsin, ham ozg'in odam bo'lsin. Bu ham o'sha tugagandan so'ng keyinchalik esa mana bu yerga o'tyapti, organizmning gipoderma qavatiga. Tasavvur qilaylik, oddiy misol uchun ertalab choy ichmadik. Abitda qonimiz och qoldi. Och qolgan paytda biz qonda erkin suzib yurgan glukozadan energiya sifatida foydalanib, organizm yashab turadi. Endi kechqurun ham ovqatlanmadik. Endi nima qiladi desa, mana bu yerdagi gipoderma, ya'ni derma qavatiga yig'ilgan depodan yog'larni oz miqdorda sarflashni boshlaydi. Ertasi kuni endi ovqatlanmaydigan bo'lsak, biz mana buni tugatish kerak baribir. Lekin odam ovqatsizlikka, ya'ni ovqat yemaslikka unchalik chidamli emas. Ya'ni 2-3 kunlab ovqatlanmasa, mana buni tugata olmaydi hali. Dermani o'zidagini. Endi mutloq och qolib ketadigan taqdirdagina keyin mana bular ishlashni boshlaydi, gipoderma. Bu ishlash uchun odam o'zi nima desak bo'ladi? Juda ham och qolgan ko'rinishga o'tib ketadi yoki juda ham o'zi qiynalgan holatga o'tib ketadi. Chunki mana bularni parchalanish juda ham qiyin to'planib olgandan keyin. Ko'proq yog' qorin qismiga to'planishi mumkin, qavatma-qavat bo'lib gipoderma qavatlarimizga. Endi buni parchalash uchun nima qilish kerak deydigan bo'lsak, biz buni sekin astalik bilan parchalanadi. Ya'ni uzoq muddat to'plangan, birinchi dermaga yig'iladi dedik, chunki depo, keyin esa gipodermaga yig'ilib borgan. Sekin bo'lgan narsa sekin davolanadi. Semizlikni birdaniga davolashning imkoni yo'q. Ya'ni birdaniga tuzatib ketishning imkoni yo'q. Mana bu gipodermaga yig'ilgan yog'larni parchalash uchun biz yurishimiz kerak, yugurish emas. Yurganimizdan so'ng organizm sekin energiyani sarflaydi. Biz aytdikki, organizm bittada tez yugurib ketadigan bo'lsa, ko'proq energiya kerak. Ko'p energiya kerak bo'ladigan bo'lsa, bizda uglevodlar ishlatadi birinchi o'rinda. Tez energiya kerak bo'ladigan bo'lsa. Lekin organizmga
sekin va muntazam energiya kerak bo'ladigan bo'lsa, yog'larni ishlatadi. Shuning uchun ham yugurmasdan yurgan paytimizda bizda muntazam energiya kerak bo'ladi va sekin astalik bilan yog'larni parchalashni boshlaydi. Kardio o'qiganimizda shu yog'lar parchalanib, organizm sekin astalik bilan ozadi. Va plus ozish uchun biz yana nima qilishimiz kerak desa, biz energiya defitsitini hisoblashimiz kerak. Energiya miqdorini iste'mol qilayotgan energiya miqdorini hisoblashimiz kerak va yog'ning konsentratsiyasini kamaytirishimiz kerak. Mutlaq yo'qotishimiz emas, yog'ning konsentratsiyasini kamaytirishimiz kerak. Nimaga? Biz aytdik, yog'larning gormonal funksiyasi odam hayoti uchun kerakli ekan. Mutlaq yo'qotib yuboradigan bo'lsak, organizm energiya manbaidan o'laroq plus o'sha gormonal funksiyani boshqarish jihatlaridan ham qiynalib qoladi. Shuning uchun ham mutlaq emas, yog' miqdorini kamaytirib, ko'proq oqsil konsentratsiyasini oshirib turadigan bo'lsak, organizm sekin astalik bilan, mana bu yerda sekin astalik bilan ozib boradi. Birdaniga mana bu ko'rinishda ozishning imkoni yo'q. Shuning uchun ham sekin astalik bilan biz aytamiz, mana bu gipodermiyaga yig'ilgan yog' bo'lakchalari, yog' blyashkachalari parchalanishni boshlaydi. Qachon desa, yurganimizda, yugurganda emas. Va xalq orasida biz aytamizki, o'sha yugurayotgan paytida yog' eriyapti, yog' suv bo'lib chiqyapti degan tushunchadan to'g'ri. Biz aytdikki, yugurgan paytda, o'sha terlagan paytda energiyamiz boshqa, ya'ni uglevodlardan yoki qanaqadir bir mahsulotlardan ishlab chiqariladi. Ya'ni terlagan paytimizda barcha organik moddalarning oxiri nimaga yetaklaydi desa, suv plus karbonat angidridga. Qachon desa, yonsa aytishimiz mumkin. Organizmni ichida ham yonadimi? Ha, yonadi. Yonish ikki xil bo'ladi. Olovli yonish, ya'ni olov alangali yonish va alangasiz. Aynan odam, ya'ni organizm, mutlaq organizmlarda energiya tashqi muhitdan oladiganlarda yonish ketadi, olovsiz. Yongandan so'ng nima chiqadi? Energiya chiqadi. Shu energiyani boshqa hayotiy jarayonlar uchun biz sarflaymiz. Aytamizki, o'sha terlayotgan paytda uglevodlar parchalanib ham ter chiqishi mumkin, oqsillar parchalanib ham ter chiqishi mumkin, yog'lar parchalanib ham ter chiqishi mumkin. Lekin o'sha katta ehtimol yugurgan paytimizda yoki qanaqadir mahsulotlar ishlatayotgan paytimizda uglevodlar parchalanishdan ajraladigan suv bo'ladi. Yoki shunchaki iste'mol qilgan suvimiz bug'langan transpiratsiya holatida tashqi muhitga chiqib ketayotgan bo'ladi. Buni quyidagicha izohlaymiz. Yoz paytlarida bizda diurez kamayib ketadi qishdagidan ko'ra. Nimaga? Chunki iste'mol qilingan suv bug'latish orqali, ya'ni tanani sovutish orqali tashqi muhitga chiqarib ketadi va o'sha diurez kamayib ketadi. Qishda esa tashqi muhit unchalik ham issiq emas, organizmni sovutish unchalik ham muhim emas, shuning uchun suv bug'lanmaydi va u diurez orqali, ya'ni diurezning ko'payishi orqali bizda tashqi muhitga ortiqcha suv chiqarib turiladi. Himoya funksiyasi haqida gaplashadigan bo'lsak, himoya funksiyasi mana bu yerda derma qavatida yog' deposi va gipoderma qavatida yog'lar mavjud bo'lyapti. Bu organizmni issiq va sovuqdan saqlab turadi. Tasavvur qilaylik, tashqi muhit -2 gradus, organizm muhiti esa doim 36,5 Selsiyni tashkil etadi. Tashqi muhit 2 gradus bo'lsa ham, tashqi muhit 50 gradus bo'ladigan bo'lsa ham, organizm doimiy miqdorda 36,5 Selsiyni namoyon etib turadi. Himoya funksiyasi, ya'ni yog' bo'lakchalari, ya'ni yog' bizni terimizni qoplab turar ekan, ichidan, dermada ham, gipodermada ham. Mana bu esa ichkaridagi havoni tashqaridagi havoni ichkariga kiritmaydi, ya'ni zid joylashadi. Shuning uchun ham organizm tashqi muhit issiq bo'lganda ham organizm bir xil miqdorda, tashqi muhit sovuq bo'lganda ham bir xil miqdorda saqlab turadi. Endi bizda shunday tushunchalar borki, o'sha semizroq odam sovqatmaydi yoki ozg'inroq odam tez sovqatadi. Bunday tushunchalar unchalik ham to'g'ri emas. Organizm mana bu yerdagi yog'lar agar tashqi muhit sovib qolganda, ichkarida energiya yetarli bo'lmaganda, bu yog'lar hech narsa qila olmay qoladi. Ya'ni mutlaq sovuqqa chidamli degani emas yog' bo'lakchalari mavjudlar. Esa
yog'ning zaxira funksiyasi. Biz aytdikki, uglevodlar zaxiralanadi. Qanday ko'rish desa, uglevodlar ortiqcha yog' bo'lib zaxiralanadi. Mana. Yog'lar hamma shaqa bilyashka bo'lib qolaverar ekan, iste'mol qilgan ortiqcha yog'imiz ham mana bu yerda bilyashkachalar bo'lib to'planib yotaverar ekan. Ya'ni ortiqcha energiya doim zarar. Ishlatib olish kerak. Lekin oqsillar hech qachon zaxiralanmaydi. Oqsillarning organizmda depo funksiyasi yo'q. Buni oqsillar mavzusida gaplashamiz. Keyingi mavzuyimiz oqsil bo'lishi kerak. Yog'larni zaxira funksiyasi bormi desa, ha, bor. Mana shuncha paytdan beri shuni gaplashdik. Ortiqcha uglevod ham yog' ko'rinishiga o'tar ekan, ortiqcha yegan lipidlarimiz ham yog' ko'rinishiga o'tib qolar ekan. Endi adek vitamin fermentlar sintezining kofermenti sifatida hisoblanadi. Nima uchun adekni qo'shib ketyapti bizga? Adeklar yog' tabiatli gormonlar. Yog' tabiatli vitaminlar. Vitaminlar terminini o'sha Lunin va Funklar, ya'ni fanga olib kirishgan. Vita degani hayot ma'nosida keladi. Bular o'sha organizmda kechadigan jarayonlar uchun koferment, ya'ni bu xuddi katalizatordek. Katalizator nima degani? Ya'ni katalizator o'zi sarflanmaydi, lekin organizmda ma'lum bir miqdorda reaksiyalarni tezlashtirib beradi. Reaksiyalar bo'lishi uchun ishlatib beradi. Katalizator ana shunday tushuncha, lekin koferment ozmi miqdorda reaksiyalarni tezlashtiradi, bo'lish uchun asosiy bir komponent, o'zi ham sarflanadi. Ya'ni vitaminlar shuning uchun organizmga kerak. Bo'lib ham A, D, E, K vitaminlar yog' tabiatiga ega, ya'ni yog'da eruvchi vitaminlar degani yog' tabiatli degani. Ko'pchilik shunga e'tibor qaratmaydi. Adek yog'da eruvchi, lekin yog' tabiatli vitaminlarni ko'rsatadi desa, buni aytmaydi. Biz buni mavzumiz boshida aytdik. Qutublilar qutublida, qutubsizlar qutubsizda eriydi. Demak, bu yog'da eriyaptimi? Ha, demak bu yog' tabiatli gormonlar yog' tabiatli vitaminlar hisoblanadi. A vitamini vazifasini bilamiz. O'sha organizmda nimani sintezlaydi desa, to'r pardamizda joylashgan tayoqchasimon reseptorlar tarkibidagi qaysi oqsillar bo'ladi bizda? O'sha hozir rodopsin oqsili bo'ladi. Tayoqchasimon reseptor rodopsin oqsili bo'ladi. Shuning uchun koferment hisoblanadi. Ya'ni A vitamini yetishmasa, oqsil, ya'ni rodopsin oqsilining sintezlanishi buziladi va shapko'ylik kelib chiqadi. D vitamini raxit kelib chiqadi yosh bolalarda. Quyoshdan ham sintezlanishi mumkin. D vitamini yetishmasa va E va K vitaminlari bizda farqlanadi. Endi D vitamin bizda ko'proq mana bu kalsiy D3 preparatini eshitganmiz. Kalsiy qonda yog' bo'lganda yaxshi so'riladi. Shuning uchun ham kalsiyni D3 bilan birga beramiz. Mana bu yerda asos. Adek vitaminlarimiz yog' tabiatli ekan. Xo'p, bugungi mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ya'ni biroz murakkabdek tuyulishi mumkin. Ya'ni yuza qaramaymiz hech narsaga. Ko'proq mexanizm qaydan kelyapti, qayga ketyapti, shu jihatlariga e'tibor qaratishimiz kerak. Ya'ni bu narsalarni hali kelajakda ham ishlatishlaring mumkin, aniq. Shuning uchun ham e'tiborlaring uchun rahmat. Keyingi mavzularda ko'rishguncha.